bemor bizga shunaqa ko'rinishda keldilar. Hozirgi kunda davolanishingiz tugayapti. O'zingiz bizani lecheniyamiz to'g'risida ozgina fikringizni bildirsangiz. Qatlaga borgandingiz bizdan oldin, nima davolangandingiz, rezultatlari qanaqa bo'lgandi, shu haqida ozgina gapirib bering. Men shu bu yerga kelishimdan oldin o'zimizda Jizzaxda 2 martalab davolanib chiqqanman. Lekin har safar davolanganimda yaxshi bo'lib chiqardim. U uzog'i bilan 3 kungacha bo'lardi-da. 3 kundan so'ng yana undan-da ko'proq chiqib ko'payishni boshlardi. Yana ham qiynardi meni. O'sha suvlanib, qichishib, umuman uyqu bermasdi. Keyin o'sha juda ham qiynalganim sababli bu yerga keldim. Bu yerga kelganimga o'sha 2 kunning ichida juda ham yaxshi holatlarim o'zgardi. Asablarim joyiga tushdi. Kelganimda holatim juda ham yomonroq edi. Ko'chaga odamlarning orasiga chiqishga uyalardingiz, yig'lardim. Даже yo'limdan ayni chiqsa qara olmasdim. Qaragim ham kelmasdi. O'zimdan uyalardim. Azob berardi-da, juda ham qichishib, og'rir edi. Hozir qoniqarli bo'lyaptimi ahvolingiz bizning lecheniyadan keyin? Yaxshi bo'lib ketdim desam ham bo'ladi. Tushuntirib berildi sizga uyga chiqqaningizdan keyin ham kojangizda qanaqa uhod qilish kerakliklarini, faqat gormonal mazla emas, lipidniy spektrini ham восстановить qilib turishimiz kerak. Kojangiz qurib qolmasligi kerak. O'shalarni ham inobatga olib, o'ylaymanki, o'zingizga ham yaxshi uhod qilib yursangiz, bunaqa holatlar takrorlanmaydi boshqa.